Biza demak bu matnni pastga ham qo'ymoqchi bo'lyapmiz, lekin pastga qo'ysak tepadagi matnimiz tushib qoldi pastga. Demak biza bu yerda nima holat qilishimiz mumkin? Matnimizni belgilab olamiz. Mishkan chap tugmasini 2 marta bosgan holatda Ctrl tugmasini bosamiz. Mishkan chap tugmasini bosib turib pastga tushirib olishimiz ham mumkin. Yoki biza o'sha demak jadvalni tashqariga olib chiqib qo'yishimiz ham mumkin yoki ichkariga qo'yib qo'yishimiz ham mumkin. Bu Ctrl tugmasini bosib turgan holatda bo'ladigan ish. Demak biza o'sha matnimizni xohlagan tomonimizga, masalan Ctrl V, masalan mana bunaqa kopировать yoki bo'lmasam bu yerda вставить qilib o'tirmasdan, undan so'nggina biza demak o'sha matnimizni Ctrl tugmasi orqali mishkan chap tugmasini bosib turib pastga tushirib olar ekanmiz. Birinchi mishkan chap tugmasini qo'yib olar ekanmiz-da, keyin Ctrl tugmasini qo'yib olar ekanmiz.